Talabalar uchun poyezd chiptalariga 50% chegirma e'lon qilindi. Uzbekistan Airways va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalari Yangi yil arafasida talabalar uchun chiptalarga chegirmalar e'lon qildi. Xususan, Uzbekistan Airways o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari talabalari va o'quvchilari uchun barcha mahalliy aviaqatnovlarga ekonom klass tariflariga 50% gacha chegirmalar joriy qiladi. Chegirma 2025-yil 26-dekabrdan 2026-yil 11-yanvargacha amalga oshiriladigan parvozlar uchun amal qiladi. Qayd etilishicha, yo'lovchi tarifiga qo'shimcha ravishda turli soliqlar, yig'imlar va qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Ularga 50% gacha chegirma qo'llanilmaydi. O'zbekiston temir yo'llari esa 2025-yil 18-dekabrdan 2026-yil 12-yanvarga qadar barcha mahalliy yo'lovchi poyezdlariga 50% chegirma e'lon qildi. Chegirma SV va VIP klass vagonlari va yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarini qamrab olmaydi. Bu xabarni talabalarga yuborib qo'ying hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.